Assalomu alaykum asalarchi do'stlar. Mana bugun har uyani ochsam moment paytida ochibman. Mana pasidan bir-biriga o'tishdi. Endi boshlashgan ekan. Bilib qoldik. Hozir mana bu tomoniga surdim arilarni. Narigi uyadagini yoki bu uyadagini boshqa joyga ko'chiramiz hozir. Yaxshi ishlab turgan onalar yana yarim soat yo 1 soat kech qolganimizda onasini o'ldirib qo'yishardi. Gulchanglar kelib yotibdi. Bilmadim qanday ochib olishyapti mana shu o'rtani tagidan ana o o'tib ketyapti. Vaqtida ochibmiz o'zi ham. Yana ko'rinyaptimi mana shu burchakda? Bunda bitta oilani qoldiramizda, o'rtadagi to'sqichni olib tashlaymiz. 20 talik bo'lib to'laveradi shunda. Ikkita qoldirsak, eskiroq yashiklarda baribir mana shunaqa qilib bir-biriga o'tib ketishar ekan. Hozir mana shu tomondagi arilarni ham bu yoqqa o'tib olishini, ramkalarga o'tib olishini kutamizda. O'tib olgandan keyin paketlariga solib boshqa joyga ko'chiramiz. Mana ko'rinyaptimi do'stlar? Rosa harakatni qilib yotibdi pastda bu yoqqa o'tishga. Narigi oilani ham xuddi shunaqa qilib o'rtaga surib qo'ydim. Mana shunaqa qilib